qo'laki. Qachon urib ketdik-da. Balki bola chiqib ketsa, daraxtlar tayyorlanib, tozalab, yetishtirib olmaydi. Nima qilmadi? Ana mana o'zida urib olgan mana uni. Ekanmiz, ham ekanmiz nima qilib. Yo, mayli, nima tozalamaydi? Masalan, qolmaydi, mana o'zida ishdan kelib Yuring. Bak. Bana o'chog'imda aytyapti. Nima uchun deydi, chiroyligini sinib kafil bo'lsa ham deyapti, qilib deyapti. Oqlab qo'ymagan deyapti. Tushunyapsizmi? Mana yashash mana. O'chog'imni qarang. Anani qarang, tarilgan laganlar turibdi, chirib, irib ketgan. Tortanaga ketgan hamma tomon. Mana qarang, yo'q musorda o'zi yo'q. Bu supurindixonami? Sizlarga aytaman-ku, bir ayol yashaydi, kirasan, tashqaridan qarasang, bir qabriston deb o'ylaysan. Odam tashab ketgan bir yer deb o'ylaysan. Ana hozir uyni yonboshiga olib boraman bu kishini. Qarang. Bu hamsiyaniki, olib ana ko'choqqa. Ya siz uyingiz tagini, derazangiz tagini ko'rsataman hozir. Bosh sizdan nima qilgan balla olmagan. Hozir keyin gaplashamiz. Eshitdik. Men aytaman-ku, ayol supuratdagi o'choq yoniga, o'choq yonboshiga supurindi yig'adi. Qanday odat bu? Shu ayolga ham bir ona tarbiyalagan. Bu ham qizi bor. Kelin oladi ertaga shu ayol. Qani supurindi. Qanday supurindi uyda turadi? Bitta xaltachaga solib, anaga chiqarsa bo'ladi. Yoki eri ana burchakdan, ana hovli to'ridan bitta yamachan tur burchak qilib, shunga qilib, keyin suv qo'yib tursa, chirindi bo'ladi. O'g'lim bu biyogimiz. Ana ayang agar aqqa yiqsa, bitta ikkita qo'shni keladi. Nechta qizingiz, nechta o'g'lingiz bor? Erta shu ro'zg'orga masalan normal odam kelin bermaydi. Ana qayindan ana bugun kanalga qo'yilasiz siz hozir. Mana shu mahalla kanalida o'zingiz ko'rasiz. Yana qo'shningizni ham oldik. Bitta siz emas, ikkita. Kanalga tashlamaymiz biz ham o'sirda. Sen nima ayting? Yo'q kelin, yashab. Nima tashla, ona qilamiz, sizga xaltaga yig'ib beradi. Kechirsiz, nima shpatgacha qilmadi? Sizlarga og'irlar chiqarib berib ketdimi? Ro'zg'oringizni to'g'rilayapti deb. Televizorda ko'rsatyapti tinimsiz prezident. Bizlar ishchi guruh bilan yurdik, shu yerga xonadonimizga kirib aytib ketdik-ku, hech kim bilmaydi, hamma mahalla qolib ketadi. Xo'p, mana hozir bugun aytdik. Shunisi necha kunga qilasiz? Chimaydi. Bir oy oldin ham bilasizmi, 20 ta odam yurib aytuvdik, ekiningni ek, tomorqanga qara, Xurshid bilan poyoda poychamiz uzilib tushib yurib 20 ta odam bilan. Men hozir ishtaman bo'ldi. Ular kiri borki, o'zi bo'lsa mashhurga. Ular noqonuniy chiqib Qo'shib olgan turibdi. Ha? Qo'shib olgan turibdi. Noqonuniy chiqib kelgan hammasi o'tkirga pul berganlar, to'rsin pulni. Sizni hovlingiz qayergacha? O'sha yergacha. Birga tushib yandan berish hamsalar o'sha yergacha. Yo, sizni hovlingiz nima yoqqa cho'zilib ketgan? Hovli eski bu yoqda bo'lgan. Bu yoq balandlik. Yandan beri shaqqalini bilaman. Hamma chiqib ketgan ekan. Oling hamma tomon. Noqonuniy qurilma bo'yicha hozir bugun turibdi sanoqlar. Dron ustidan. Agar bu yoqqa hisoblasa bo'ladi. 40 sutdan katta uni hovlisi. Qarang, bular mana bu paxta dalasining yonboshlari bo'lgan. Hovlini 3 marta kengaytirganda, chiqib kelavergan dalaga hammasi. Bitta tomchani qurib qo'ygan, to'riga olib borgan, bitta tomcha qurib qo'ygan. O'z kosmosdan ko'tarasiz. Tushundingizmi? Kadastr agentligingiz qadamma-qadam jarimasini ko'rsatadi. Birdan elektrdan uzasizlar buni keyin jarimani to'lash uchun. Noqonuniy qurilmalarni tozalab, davlat yeriga shunday birdan yerni qo'shib yuborish kerak qaytarib. Xo'p? O'zi daraxtlar ekib, ko'kartirib ham qo'ygan bular. Xo'p? Bu endi yetib qo'yapti. Ko'cha tarafi musor bo'lyapti. Tozalatsa, umuman uyda chaqirsa, uydan arang chiqadi, hammasi qo'yadi. Bular mana mahallada yig'mayapti. 20 kun oldin ham keldik. 3 kun oldin aytdi. Mana mahalla raisi, buni oling. Siz ayting mana. Opa, bu yoqqa keling. Oldda o'tiring. Syomka qilingni ayting. Necha marta kelib, necha marta aytsangiz qilmaganini ayting. Siz qarang, uyga yangi millada siz uyga bo'lmaganingiz bilan siz hamsiyalaringizdan so'rang, naylapadan so'rang mana bitirati. Qarayar. Necha marta mahalla kelib uyingizga aytgan tozalashdi. Mana hamsiyangiz maktabda o'tiradi. Bu yoningizdan so'rang. Mana shu ko'chani o'tini nima urdi yigitlar bilasizmi? Bizni o'zini ushlab olib gapirganimiz uchun ana shu ko'chani tozaladi ballar. Musor turadi xaltaga, to'g'rimi uyingizda? Ana o'sha xalta musorini ham tayinlab, o'g'lingiz bor, katta o'g'lingiz, to'g'rimi? Nima uchun siz to'g'ri yashashsiz, normal yashashingizni keyin tashqariga kimdir kelib aytish kerak. Shunday birov kelib aytishi shart emas-ku. Nima bilan yashayapsiz? O'choq yoningizni qarang. Qanday uyda yotib tursiz, uyda
Buni qanday uxladingiz kecha Mana kechqurun? uxlaydi. Yo'q, kecha kechqurun qanday o'choq ayvoni shunday bo'lib turib yashadingiz? Birikkan nima bo'lgan? Oshxonangiz qayerda? Yur. Tashqariga. Yuring boshqa. Har bittasi oshxonasini tuvalatigacha ko'rasiz. Shundaqmi? Odamlar shu yashash o'rinlarini oldi, musul bilan. Qani qaysi xona? Ha, mana shu gazparam tashqariga qilganmiz. Keling buni, yashash qani. Bu yoqqa oling, komanda. Qani. Tovuqlar nima qilgan? Oling, tovuq qilgani yo'q buni. Bu yoqda o'ting. Bu yoqda. Shu yashashmi ayolni, yashashimi shu? Mana sabzi tozalagich men qarang. Bu baqlajonni necha kun oldin tozalagansiz? Bachalar qovurganda qarang, chumoli bosib qarang, pomidor ko'tigacha qarang. Qanday uxlayapsiz siz ro'zlarda? Bu yoqqa keling, mana uni oling. Mana qarang. Mana uni qarang, ustini qarang, changini, kirligini. Shu ro'zlarda endi shu erkak yashayapti siz bilan, qarang. Mana uni qarang, choynak. Qarang bu yerda tortanakni qarang. Mana changni qarang, mana kirligini qarang. Oling mana. Xaladin ustini. Shuni ishlatasizmi? Mana kirligini qarang. Ushlab bo'ladimi shuni? Xaladin. Ballar vaqtda Ballar qilsa siz bor-ku, ballar qilsa. Buni qarang, mana qarang. Bu yoqqa keling, mahalla raisi. Mana qarang. Men sizga aytibdim, mana 3 kun, 4 kunlik idishlari bilan yotadi bular. Sasi. Hozirgi qaymoq ayollar anaqa odamni. Ittalab chiqardimda, qaymog'ini oldim bachalar. Men unga demayapman, bu yoqqa keling. Boshqa san Buni ham da sabzilarda aytib tepadagi sabzichi. 2 kun bo'ldi, ha, necha kun otib qo'ygancha qo'yib qo'ydim. Yo, ortiq qolsa qo'yavering, lekin tozalikni qarang. Bachalar qo'yibdi, o'zlaringiz. Xaladin ichini qarang. Hozir men sizga mana ayolga ham aytdim. Erinmaymiz, mashinadan guvoh ikkalamiz. Meni mashinamga o'tirasiz, olib qo'yaman uyingizga. Bizda ro'zg'or bor, ko'rib chiqasiz, hamma joyga kirib. Nima uchun men ro'zg'orimda hamma narsa toza turadi? Nima uchun hammamiz shunday yashaymiz? Men o'zim maqtash uchun aytmayapman. Agar sizni tanqid qilib, o'zi qanday ekan deb qiziqishingiz mumkin-da, keling. Bu yoqqa keling. Oling mana. Mana shu yashash davomini qarang. Qarang mana. Ayting, bu yerda nima tartib bor? Mana zajgalka ham bor, patron ham bor. Ha? Mana changni qarang. Bolalar juda aybdor ekanda qarang. Mana qarang. Bu achmaydimi issiqda ovqatingiz? To'kilarda yemaymiz, ana qo'yinglar. O'shan hasab qismini qachon to'kilaysiz? Qarang, bu yoqqa keling. Uyga o'xshayotgan Mana krasovkalar turishini qarang. Ha, mana shu ballar hozir aytdim, mana bular o'rgin o'g'lim mana endi. Qarang, tortdan ko'cha devoriz nurab buzilayotgan uyga o'xshayapti. Shuning uchun hozir tumoqim qo'xtilar. Nega odam yashar ustiga. Men yashamayman. Bu kishi aytdi, menga aytdi, ikkita kampir yashaydi, hech kim yo'q. Men alakanikida. Ikkita kampir yashaydi. Hech kim yo'q degan uchun men bolalarni uy oltiraman unda kampir uchun. Bachalar satonchiga o'tiramizda, nima qiladi? Bu uyda ichkarida odam yashaygan-ku. Yashaymiz. Mana olingdan ichkarida yashashini, keyin tashqarisini ko'rsatasizlar shu uyda. Ichkarida odam uxlayotganini. Abitken yotamizda. Abitga o'zi yotmayapmiz. Hayır, o'zlarigacha anaqa Biz gap. uxlamayapmiz abitga. Shu gapni ham oldinda abitimiz uxlaymiz dedi. Yotib uxlaganim, yotuvdim hozir, mana anaqa qildim-da. Shu uyda yig'ishtirish bormi shu? Yotuvdi. Ko'rpa to'shakni qarang, ertalab qanday chiqib ketgan bu ro'zg'or. Yerda yotibdi to'zib. Yig'ishtiramiz baland. Nima qilgan mana bu? O'tirib tashlagan. Ovqat yuvilmagan, yotibdi. Hozir yo'lga chiquvdim, sizlar taqlab qoldingizlar. Ya siz uydan chiqdingiz-ku, biz hovlida o'tirdik sizlar kutib. Yo'q, yana kiruvdim. Ichkariga Nima kirasiz? kirmaydi. Nima kirasiz? Qarang. Ali. Ali. Rahmat. Sen uruvdim, otini Hammamiz bir joyda odammiz, begona bo'lmasa. ovqat qiladimi? O'ylay solasiz, aytgan. Mana shura o'skandagi urib olib pishgan. Shuni ichida siz yotibsiz. Shu uydan chiqdingiz. Uyolmaysizmi shu ishingiz tagida shura o'skani? Men bu uyda tashlab ketilgan. Bu kishi aytdi, ikkita nogiron sifat dedi, ikkita qarib yashaydi, bolalari ham uyda yo'q dedi. Men keyin kirdim, bu momo bo'lsa, qarg'a bo'lsa, yo'lda yashayotgan bo'lsa, shu bolalari shuncha tashlab ketgan bo'lsa deb burildim-da. O'zi nariqdan qarab, nariq kirib ketadi. To'xtab, qaytib orqaga qaytib qo'ydi. Qarang, mana qarang, mana urug' olib, bu qabriston-ku bu. Qarang, uyda qarang, nurab ketgan. Qanday bu yerda yashayapsizlar? Bilmayman asosdan. Bugun kechasi mana buzib tashlanglar yo remont qilib chiqinglar.
Buni kanalga hozirda o'zida qo'yasan. Xo'p, men bu yoqqa mana sho'ralar yaqinlashtirib ol. Mana xashak qachon o'rilgan, bu bechora qurib ketdi. Nima degan analar ikkudingda. Nima olib kirmadingiz? Yo'q, tashqaridan qarasa qabriston deb o'ylaydi-ku bu yerda. Qanday yashayapsizlar sizlar? Eringiz bormi? Nogiron emasmi? Ha, sog'mi? Sog' bo'lsa nima ishlamaysiz? Odam o'zingizni yilda mana shu yerdan o'tayotgan odamlar uyalmaysizlarmi siz? Faqat shu ekanda hozir qilmoqchi bo'lgan ekan, endi qilmoqchi bo'lgan ekan, endi o'g'liga aytgan ekan, endi hozir qilmoqchi bo'lgan ekan, endi kelib qolibdi. Sal bir soatdan keyin kelsa hamma joy yaxshi bo'ladi. Sal bir soat o'tib ketdi. Bir hafta emas. Yetgan ekan. Endi shashilib ketadi. Bu hozir jarima urasiz. Ko'cha yuzini qilib qilgani uchun, uyini yashash, musik hammasi uchun jarima urasiz. Shular. Menga birontasi bo'yicha men iltimos qildi, kechirim so'rab degan gap kerak emas menga. Men mana Baxt keling. aytuvdim-da, Sanat aka bu kishilarni mana turadi.